Men hozir hokimiyat binosi oldida turibman va men bu yerga ishga kirmoqchiman do'stlar. Videoni o'tkazib yubormang do'stlar. Bu videoda do'stlar siz ikki rangga ham ko'tarilish haqida o'rganib olasiz do'stlar. Qani bo'lmasa biz videoni boshladik do'stlar. Men hozir ishga kirish uchun sobezvaniyani kutib turibman do'stlar va bu yerda biz kutib turamiz e'lon qilinishini do'stlar. Va bizga hozir o'yin tomonidan promot kod keldi. Va pulimizga pul qo'shildi do'stlar. Bu juda ham yaxshi degani. Va mana ko'rib turganingizdek sobezvaniya boshlandi va men "Здравствуйте" deb salomlashib, sekingina suhbatni boshlayman do'stlar. Qani ketdik. Birinchi bo'lib "Здравствуйте" keyin "Вы к нам" desa "Да" deymiz. Keyin u pasport deydi. Pasport. Хорошо, ваш pasport deyapti. Tak точно dedim. Masalan, siz oddiy tekspensiz yozsangiz, tak точно, хорошо deb shunaqa deb aldab turib, sekingina vaqtni cho'zgan holatda shu yozib olsangiz bo'ladi do'stlar. Va Sobitovada boshlanadi. Pasport va karmani действиеga o'tkaziladi va открыл карман из достал pasport deb yoziladi do'stlar. Va do'stlar, keyingisi Sobitovaga o'tkaziladi. Va bu yerdan biz pasport va karmani va pasport va ruki uzr adashdim va nuqta qo'yiladi do'stlar. Keyingisi действиеga o'tkaziladi va bu yerda biz передал pasport человеку naprotiv deb yozamiz. Va o'sha mana shu advokatning ustiga bosib turamiz va bu yerdan pasportni, показать pasportni tanlab bosamiz do'stlar. Va keyingilari ham xuddi shunday davom etadi do'stlar. Hozir biz kutamiz, qani nima deb yozar ekan do'stlar. Давайте, yozing endi. Хорошо, medkarta deyapti. Endi qaranglar do'stlar, shu yerda biz mana bezerpa deyapti. Umuman yozmagan holatda medkartani beramiz do'stlar. Va shundayligicha davom etadi do'stlar. Hozir endi ko'ramiz nimalarni so'rar ekan. Kutamiz. Litsenziya so'radi do'stlar, va biz PORP dedik, ya'ni Sobitova действиедami dedik yoki bezmi desak, bezerp deyapti va yana ustiga bosamiz hozir. Va bu yerda biz litsenziyani ham beramiz do'stlar. Ana litsenziyani berdik, endi litsenziyamizni ko'rib o'zining javobini aytadi. Хорошо, готовы к психтесту deyapti. Biz "Да" deymiz. "Да, готов" yoki "Да" yoki "Так точно" shunday desalar ham bo'laveradi. U qizig'i yo'q. Как меня зовут? Не знаю deyiladi. Chunki bu niki do'stlar. O'yindagi bu realniy ismi emas, bu niki bo'ladi. To'g'ri, endi ko'pincha odamlar realniy ismini qo'yishi mumkin, lekin bu nik. Shuning uchun не знаю deyiladi. Keyingisida qo'limda nima bor deyapti. Moy dokument deymiz. Va хорошо. Конечно. Hamma savoliga to'g'ri javob beryapmiz. Yaxshi bu. Что у меня под ногами? Pol deymiz. Endi anon so'rayapti, patolog so'rayapti, что у меня над головой. Shunaqa so'rayapti. Biz endi bu yerga patolog deb javob beramiz do'stlar. Patolog. Do'stlar, video davomida biz shu sobezvaniya davomida ozgina texnik muammo bo'lib qoldi, ya'ni o'yin tarafdan ham internet tarafdan. Shuning uchun biz to'liq sobezvaniyadan o'tish videosini qila olmadik. Shuning uchun uzr so'rab qolamiz, lekin ikki rangda albatta ko'rsatamiz do'stlar. Qani ketdik.
Va mana do'stlar, hozir biz Pravitelstoga ishga kirdik do'stlar. Bu yerdan biz endi mana rol ham olib bo'ldik, почти ishga kirib, rolga ariza berib, rol ham oldik. Mana Pravo dostubi turibdi. Va biz endi bu yerdan sistema повышения, xullas hamma o'zini o'sha qonun-qoidalarni ko'rib chiqamiz do'stlar. Buning uchun esa informatsiya правила degan joyni topamiz do'stlar va bosib kirganda do'stlar, bu yerda biz birinchi bo'lib sistema повышенияni topib olishimiz kerak. Topildi. Endi bu yerga bosamiz. Birinchi ranglar uchun hozir ustav va UKRFlar bor ekan. Bu o'yinda eng kerakli qonunlardan biri, shuning uchun bu doim birinchi o'rinda turadi do'stlar. Ustav bizda hozircha bor, lekin sizlarga qanday topishni o'rgatib o'taman. Mana ustav Pravitelstvo turibdi. Buni kopirovat qilib, textpendingiz bo'lsa textpendga tashlab bemalol ishlatishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Bu yerda boshqa aniqlar ham bor. Masalan, UKRFlar bor. UKRF shu silkadan kirsangiz UKRF, ya'ni Уголовный kodeks shunaqa qonun-qoidalarni kopirovat qilib olasizlar do'stlar. Yoki bo'lmasa, mana Telegram gruppamizda ham bor. Telegram gruppa deyman, Telegram botimizda ham bor. Bu botdan textpend ilovasini yokida o'zingizga kerak bo'lgan barcha narsani topishingiz mumkin. Hozirda Pravitelstvo o'sha sistema повышения ustav hammasi joylangan botga do'stlar. Shuning uchun bemalol foydalanishingiz mumkin bo'ladi botdan do'stlar. Va biz hamma qilib oldik. Mana ko'rib turganingizdek hammasi bu yerda bor do'stlar. Va biz kooperativlar biz o'yinga o'ynaydigan va biz darrov ekzamenni topshirib o'ramiz. Ya'ni 1-2 rangga do'stlar. Biz so'radik, u rozi bo'ldi. Hozir biz можно сдать ekzamen dedik, dedi. Можно leksion zaldamiz. Bu yerda biz hozir doimiy registratsiya va давайте endi bu yoqqa ekzamen. Nima deyapti endi bu? Начинаем с устав deyapti, ya'ni ustavdan boshlaymiz deyapti. Men savol beraman, bir deb savol beraman. Qani, bir u просто savol, bir bo'lmasa boshqa savolni ham bersa men tayyorman. Mana 1-2 aytdim. 1-2 deyapti. Endi biz bu yerdan adashdim, ustav desak, hozir bizga textpend kelib chiqadi va bu yerdan 1-2 ni bosib tanlaymiz do'stlar. Shunaqa qilib yozsangiz bo'ldi do'stlar. Va oxirida ustav vistali UKRF deydi, o'shani skrin qilib olasiz. Qani desangiz, mana bunday qilib biz shunday qilib skrin qilib oldik do'stlar va buni o'sha anaqa заявление на повышение degan joyda bor, kadroviy razdeldan kirganda o'sha yerga mana заявление на повышение shu yerga tashlaymiz hozir. Bu yerda agar tushunmasangiz, bu yerda o'sha boshqa xodimlar, boshqa igroklarni zaявкasi orqali ko'rib, tekshirib, zaявка tashlasangiz bo'ladi. Birinchi o'rinda bir qilib turib, o'zingizni nicknameingiz, endi o'zimdan misol qilib aytganda, bir qilib turib Milan Markus deb yozaman. Milan Markus deb yozganimdan so'ng do'stlar, ikkiga rangimni, keyin o'tish rangimni yozaman. Ya'ni водитель deb turib, keyingisini охрана deb yozaman. Hozir o'tkazgandan keyin klaviaturani ana bo'ldi. Endi водитель chiziqcha охранник deb yozaman do'stlar. Uchga nije deyman va to'rga esa o'sha Pravitelstvoni star sostav yoki bo'lmasam liderini Discord галочкасini tik qilib qo'yaman do'stlar. Mana ko'rib turganingizdek, bitta star sostav, bitta lider qilib tik qilib qo'ydim do'stlar. Endi bu yerdan o'sha o'tgan ekzamendan o'tganimizni isbotini shu skrin qilib tashlab, mana tashladik zaявка qilib, mana bu ekzamendan o'tding deganlikda isboti bo'ladi do'stlar. Mana shunaqa qilib skrin qilib tashlaymiz do'stlar va buni
tasdiqlanishini kutamiz do'stlar. Kutamiz. Tez orada bizning zaifkani ham tasdiqlaydi do'stlar. Tasdiqlagandan so'ng biz ikkinchi rangli formani olamiz, xudo xolasa do'stlar. Ana, ekzamenimiz zaifkamiz tasdiqlandi. Ana bizga hattoki yozma ravishda zaifkamizni tasdiqlab berishdi, yozma ravishda. Va do'stlar, mana ikkinchi rangli formasini ham oldik va do'stlar, ushbu videomiz o'z nihoyasiga yetdi do'stlar. Video yoqqan bo'lsa, yoqdi deb yozing kommentariyaga va videoga like bosing do'stlar. Va kanalda obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr do'stlar.